insonlar kirishi taqiqlangan zona va biz u yerga kirganimizda har xil hodisalar ro'y berdi. O'rmonlik ko'chalarni bosib o'tdik. Tog'ning uchida joylashgan bu bino ancha yillardan beri hech kim kelmaydi. Biz manzilga yetib keldik va bu yerda turgan suyaklarni ko'rganimizda ancha o'ylandik. Nimani suyagi? Va bu yerdagi har bitta belgilarni qandaydir bir ma'nosi bor edi. Bu yerda turgan avtobus ilma teshik bo'lib ketgan. Albatta bularning hammasi o'qlarning izi. Qo'lper chatkisi. Rangi ozgina qizillashgan. Nimaga? Gohir fantastika edi. Fantastika emas, hozir ichkarni ko'rsa. Va biz mana shu yerto'la ichiga tushib, atroflarni kuzatib ko'rdik. Ichkari xonalar sovuq va qorong'u va eshiklar esa juda ham qalin. Ikkinchi yerto'lalikka tushdik va bu safar juda ham qiyinroq bo'ldi. Bu yerda ham har xil belgilar va oq o'ralangan narsa va ichi esa qon. Ichkari xonalarga kirganimizda u yerda divan, kirmoshna va gaz ballonlar ham bor edi. G'alati hidlar kelishni boshlagandan keyin biz bu yerdan chiqib ketdik. Bu yerlarni tepadan ko'rmoqchi bo'ldik va albatta tomiga chiqib ko'rdik, chunki o'zbekmiz. Albatta bu adrenalin ham biz uchun kerak edi. Xullas biz o'sha binoning tepasiga chiqdik. O'rtoqlar, bizni kuzatishda davom eting va bundan ham zo'r videolar hali hammasi oldinda.